Demek Cungo'luklar Beijing'den neticesiz kayıttı. Yani bazıları Beijing'in degen siyasi onu Xitayning demokrat Amerika'da o nime dedi? Hazır Cungo Washington'a teslim buluşqa adam evet dedi. Ben Wang Shouwen, bakatan söhbetinin vekiller ümiginin başlığı Wang Shouwen, Beijing'e teslim buluşqa vekiller ümig evet dedi. Belki teslim buluş tayyorlik qilib kelgan bolsa, Prezident Trump hükümeti ve Saudi vekiller ümigi Xitayning teslim namusini mi qabul qilma deydigan gap. Nemishqa? Demek bu söhbetde hech qanday natija yo'q. Ya ikki davlat o'tirishida kelishim yo'q. Ya mandaq so'zlashdik, andaq masalalarni tashlab etdik, mundaq so'zlarni aktiv kun tartib qo'ydik degan masala yo'q. Demek bu söhbet neticesiz bo'ldi. Prezident Trump nima dedi? Davomlashtiramiz. Hazır endimişede yana logikalik münasebetlerle to'liq tahlil qilamadim. Masalan, Çavuşanga bardigan ziyarette Devlet İşler Katibining Çavuşanga bir ziyareti amaldan qaldirish bilan Jungo sodisini, Jungo Amerika o'tirish sodi münasebetlerini hal qilib etib, uningdan keyin andin siz Çavuşanni ziyorat qiling degan mushu masalaning yana qandaq ichki logikalik bog'lanishi bor. Men sizlarga to'liq aytib beramadim. Yosh Uyg'ur Moğollarning tasavvurga elib buni tahlil tadqiq qilishini, demak vaziyatning jiddiylik darajasining mana mush holga kelganligini. Anda boshda birinchi abzasini nima dedik? Jungo hukumati o'zi Amerika Qo'shma Shtatlariga qattiq maydon qo'llanmoqchi bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati hozir Jungo qattiq maydon qo'llandi. Hozir Jungo hukumati g'aljirlikdan en ahırkı g'aljirlikni ishga soldi. Demek bu bütün saha bo'yicha siyaset sahası, mustamlik rayonlar Uyg'uriston ve Tibet bu sahalarga ko'ryapsizlar, anglayapsizlar. Hozir huquqsiz mazlum millat Uyg'urning taqdirining nim bo'layotganligini ko'ryapsizlar, anglayapsizlar vatandoshlar. Demek hozir Xitoy bütün g'aljirligini ishga soldi degan. Maşındaq paytda biz Prezident Trump'a Allah'dan medet dileyimiz vatandaş. Demek Prezident Trump hazır Jungo'nu özgertidigan, yoki Osiyoning taqdirini özgertidigan maşındaq qadamni tashlaganlar bo'lsa, Allah Prezident Trump'a medet versin, kuch ato qilsin, hurmatli vatandaş.